Dastlabkamiz ana Xudo xolasa o'zimiz yetkazib berdik. Joylari o'ta idealda akalar iltimosilar bilan. Ko'cha boqqanda avvalo sharoitiga qaranglar. Sharoiti zo'r qilinglar. Ko'chalar bexato katta bo'ladi. Mana shu akamiz ham eski qadrdon klientimiz. Faqat o'zimizdan jo'jalarni sifatli qilib chiroyli qilib yetkazib beramiz. Kimga mana shuna jo'jalar halol biznes, mehnat qilib pul topaman degan akalarimizga mana shu jo'jalarni tavsiya qilamiz. Kimga kerak bo'lsa bizga murojaat qiladi. Xonani harorati iltimos sizlardan kim jo'ja boqsa 33 gradusdan pastga tushmasin bir haftagacha. Xona yo'q, xona zo'r aka. Akalar mana jo'ja boqadigan akalar, ahamiyat beringlar. Bittaga 5 kun jo'ja boqdim, tayin tozalamasam bo'laveradi. Mana har 3 kun, 4 kun tozalaman, tayinni qaranglar. Odamni o'zi yotib olgisi keladi bu xonani ko'rib. Issiq, xona haroratini 30 dan baland tushinglar. Reklama qilyapsan. Jo'ja boqishni o'rgatyapman, nega ko'pchiligiga bilmayapti. Bizda sirlar yo'q, mana yem idishlar obязательно yuvilishi kerak. Har bitta jo'ja boqilgan.